Assalomu alaykum, qadrli YouTube kanali a'zolari va bizni kuzatib turgan obunachilarimiz. 14 talik Xurram modeldagi ishlarimizni o'z egalariga topshirdik. Bularimizni qisqacha obzorini qilib o'tamiz. Bularimizga keladigan bo'lsak, bittalik atirgul qoshlari. İşte sifatiga, birinchi o'rinda sifatiga baho berasizlar. Nima deydi? Hamma ishlar ham bor, endi ish bilan ishning farqi bor. Shuning uchun ozgina mehnatimiz ko'proq. Shuning uchun bizni narxlarimiz hali qimmat tuyulyapti turgan bo'lishi mumkin. 1-200 ming so'm razisa qiladi, lekin ishning sifatiga. Nimagaki, bir dona ishni shu holatga keltirib olish uchun ham ancha mehnat sarf qilinadi. Shuning uchun mehnatimizni qadrlab bittadan like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yasizlar. Bularimizni nima deydi? Kraskalari, nimalari, jilvillari o'ta chiroyli bo'lib chiqqan hammasi. Shuning uchun ataylab ham yaqindan qilib ko'rsatyapman. Ishlarimiz общий ko'rinish holati. Bunimizni shampan svetga o'xshab turibdi, lekin shampan svet emas. Bunimiz kumushga tortgan, yangi rang va sidinasi ham, tepasi ham o'ziga moslab chiroyli qilib chiqardik. Bunimiz yong'oqdan 100%, oyoqlari ham 3D bo'lib chiqqan. Hop, sidinasiga keladigan bo'lsak, sidina spinkalarimiz bunimizni to'rtlik machalga qo'yilgan, sidinasiga 12 santimetrli bo'lgan. Matolari ham o'ta chiroyli bo'lib, ko'zlari toshli bo'lib chiqdi. Bunimizni 9 million so'mga dastavkasini qilib berdik. Inshaalloh stolimiz 360 ga 120 santimetr xom taxta bo'ladi va tagiga anaqa qilib strapila qo'yib o'rganmiz. Ertadan keyin stolimiz anaqa osilib ketmasligi uchun. Xo'p, yana nimalar? Orqalari pardali bo'lgan, har doimgidek baroshkali. Uylarimizga qanday tushib? Bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. Murojaat uchun 94lik 392 1155 bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telegram, WhatsApplar bor. Qog'larni ham chiroyli qilib arqonlari bilan ishlab berganmiz. O'zlari umra safariga ketishgan. Ketmasdan oldin zakaz berishga mana chiroyli qilib kekingadir o'zlari xohlagandek qilib chiroyli qilib topshirib chiqyapmiz mana.